Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum aziz dindoshlar, Ezgulik Hidoyat kanalini muxlis bandalari. Bahlul Dono degan bir vali zot bo'lganlar. Bu kishi yoshlarni ichiga borib, mahallalarda qayerda odamlar to'plansa, "Ey yoshlar, ogoh bo'linglar. Har xil narsalarni ichib mast bo'lib, o'zlaringdan barakani ketkazmanglar. Ota-onalaringga yaxshilik qilinglar, qo'shnilaringga yaxshi munosabatda bo'linglar. Odamlarni o'rtasini buzuvchi, fitnachi, tafriqachi bo'lmanglar. Doimo bir-birlaringga yaxshi munosabatda hayot kechiringlar. Mana bu narsa halol, mana bu narsa harom" deb ko'p nasihat qilganlarida odamlar bu nasihatdan zerikib, o'sha davrda Harun ar-Rashid podshoh ekan, oldiga kirib, anavi devona avliyo har kuni bizni oldimizga kelib, mana shunday nasihatlarni qilib, ortiqcha bizlarni qiynab yuboryapti. Faqat mana shu nasihatidan zerikdik deb shikoyat qilishadi. Shunda Harun ar-Rashid bu kishini juda hurmat qilar ekan, shu Bahlul Dono degan zotni huzurlariga chaqirib, "Taqsir, ozgina bir odamlardan uzlatda bo'ling. Ko'plari kelib shunaqangi bir shikoyat qilishyapti. Qo'yni ham, echkini ham o'zini oyog'idan osadi. Bizga nasihat qilavermasin" deb aytdi. Deb Harun ar-Rashid bu kishiga juda chiroyli qilib, yumshoqlik bilan tushuntiribdilar. "Xo'p bo'ladi" debdilarda, Bahlul Dono chiqib ketib, 5-6 qo'y, 5-6 echkini shunday so'yib, oyog'idan mahallalarda shunday kesishma yo'llarini oldiga bir daraxtlarga osib qo'yibdi. Oradan bir hafta o'tgandan keyin mahallani sassiq hid bosib ketibdi. Qurt tushgan, qushlar yegan, boshqa bo'lgan, sasigan. Shunda yana odamlar kelib podshohga shikoyat qilishib, "Bu odam mana shunday qildi, hamma yoq sasib ketdi. To'xtab turinglar, men o'zlarini chaqiribdilar. Nimaga bunday qildingiz?" deganlarida, "Qo'yni ham, echkini ham o'zini oyog'idan osadi degan shu odamlarmi? Ha, shular. Men bularga to'g'ri gapni gapirdim, nasihat qildim, halollikka da'vat qildim. Bular qo'yni ham, echkini ham o'zini oyog'idan osadi deb aytishibdi. Qo'yni ham, echkini ham o'zini oyog'idan osib qo'ydim, lekin hidi birdek hammani ko'nglini aynityapti. Agar jamiyatda o'g'rilik ko'paysa, jamiyatda ishonchsizlik ko'paysa, farzandlar ota-onasini hurmat qilmasa, odamlar bir-birini mulkiga, ya'ni tajovuz qilsa, o'g'rilik qilsa, birovni haqqidan qo'rqmasa, bu gunohlarni hidi hammani birdek qoplab oladi. Asta-sekinlik bilan odamlar gunoh, ma'siyatdan, jinoyatdan qo'rqmay qoladi. Oqibatda jamiyatda buzilish paydo bo'ladi. Sizni saltanatingizga, ya'ni sizni boshchiligingizdagi fuqarolar, odamlar har xil yo'llarga kirsa, fitna fasod ko'payadi. Shuning uchun ularga bir dars bo'lsin deb qo'y bilan echkini so'yib, oyog'idan osib qo'ydi. Qani shu odamlar menga aytsinchi, agar bizlar hidoyatni, to'g'rilikni, halol bilan haromni gapirmasak, shu jamiyatda baraka ko'tarilsa, mehr oqibat ko'tarilsa, bular qaytara olarmikan? Deganlarda haligi odamlar, "Bizni kechiring, biz tushunmagan ekanmiz, tavba qildik." Bemalol odamlarni hidoyatga chaqirishlikdan
charchamang deb hammalari Bahlul donodan kechirim so'rab, podishoni huzurida podshoga va'da berishib, albatta nasihatlarga amal qilamiz deb o'zlari va'dani berib chiqishibdi. Azizlar, bu bir rivoyat, lekin tagida hikmat, haqiqat bor. Mahalla ko'ylarda yoshlarga, odamlarga gapirib turilmasa, oilalarda ajrimi ko'payib ketsa, yoshlar har xil chekimlilarga berilib ketsa, ertaga tug'ilayotgan nasl nima bo'ladi? Shuning uchun sizlar ulamolarni, hukamolarni majlislariga lozim bo'linglar. Salomat bo'linglar.